Shohjahon Jo'rayev 2 yil oldin otasi Sherali Jo'rayevni sudga bergani ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar faqat bizda. Xonanda Shohjahon Jo'rayev o'z otasi O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayevni 2022-yil sudga bergani ma'lum bo'ldi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudida ko'rib chiqilgan da'vo uyga kiritish bilan bog'liq nizo bo'lgan. Sudning hal qiluv qarori sudya Ikromjon Qurbonboyev tomonidan 2022-yil sentyabr oyida qabul qilingan. Ish turkumi xususiy uy-joy fondidan foydalanish, tasarruf etish, egalik qilish bilan bog'liq nizolar, uyga kiritish bilan bog'liq nizolar bo'lib, ish hujjatlariga ko'ra da'vo qanoatlantirilgan va apellyatsiya bo'lmagan. Shu kunlarda xonanda Botir Qodirov javobgarlar Shohjahon va Zohir Shohjo'rayevlardan otalikni belgilash talabi bilan chiqqan sud ishi davom etmoqda. Holat yuzasidan izoh bergan Zohir Shohjo'rayev jamoatchilikdan bunday piar va hayfsanlarga oilasini aralashtirmaslikni iltimos qilib qolmoqda. Keyinroq Botir Qodirov Sherali Jo'rayevning nikohli farzandi ekanligi hamda marhum hofizning o'g'illari bilan nima maqsadda sudlashayotgani haqida gapirgan edi. Sherali Jo'rayevning birinchi turmush o'rtog'i Hursonoya Botir Qodirov haqiqatdan ham Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligini ta'kidlagan.